Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kavrak biznes kanalimiz doim kuzatuvchilari. Mana bugun biz chislomiz necha aka? Bugungi chislomiz 23-mart. 23-martda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridamiz. Shahrisabzni qayerdamiz aka biz? Qiyomshay qishlog'ida. Shahrisabz Qiyomshay qishlog'idamiz. Tuman Qiyomshay qishlog'i. Tumani. Mana akamiz ismingiz nima edi aka? Suhrob. Suhrob aka bizdan ro'ppa rosa 2 yil oldin. Nechinchi yil edi aka? 2024-yil. 2024-yilda akani o'zlari bizni uyimizga borib, nechta ko'chat olgansiz? 10 mingta ko'chat olib kelgan. 10 mingta ko'chat olib 2024-yil qaysi oylar edi? Qish oyi edi-da. Qish oylari. Shu dekabrlar atrofida. Dekabrda mana 10 mingta ko'chatni olib kelib, mana shu yerga ekkanlar mana. 10 mingta ko'chat ekib, 2025-yil keyin yana 2025-yil 5 mingta ko'chat mana yuqori tomoniga olib kelib. Mana shu yuqoriga, mana shu yoqqa, hozir buni ham yaqindan ko'rsatamiz. Bu yoqqa alohida 5 mingta ekkanlar. Mana bu tarafga birinchi yil o'zlari 2 ko'ngil bo'lib, birinchi videolarimizni ko'rib, 2 ko'ngil bo'lib oldim deyapti. Keyin buni o'sib chiqqanini, bexato o'sib chiqqanini ko'rib, keyingi yilga 2025-yilga yana olgim kelib, yana 5 mingta olib ekdim deyaptilar mana. Aka qanday bo'ldi o'sha hodisani aytib bering? Yo'q, yaxshi, ancha mana o'sishlari qanday bo'ldi? Birinchi tutishlari-chi? Tutishlari ancha yaxshi. Ko'ngildagidek hammasi. Oldi qanday o'syapti? Yaxshi, xatosiz hammasi. Zo'r. Bexato chiqdimi? Ha. Aka faqatgina bitta xatolik qilgan. Mana shu yerlar ham, mana ko'rib turibsizlar, hamma joyi, mana bu yoqlar o'zi boshida bu yerlar ham bexato o'sdi deyaptilar. Bexato o'sdi-yu, faqatgina men birinchi yiliga suvni sal me'yoridan ortiqroq berib qo'yganim uchun deyapti. Mana shu yerdan gideta bir 300-400 dona ko'chatni o'zim deyapti, zaxtni ko'paytirib deyapti, chiritib qo'ydim. Sizdan keyin telefondan konsultatsiya olib, tushunib keyin bu yog'ini mana parvarish qilib ketyapman. Faqat o'zimning xatoyim tufayli mana shu yerdan 300-400 ta ko'chatni chiritib qo'ydim deb mana shu yerda ko'rsatyapti. Qolgan joylarni keyin bunga qarab shu yo'sinda parvarish qilib boryaptilar. Qolganlari hammasi zo'r, chotga kattargan, xudo xohlasa bu yil yozda buni hosilini olamiz. Keyin bitta narsani sizlarga obunachilar tushuntirib ketay mana. Mana bu zang kasallik deyiladi. Bu zang kasallikka albatta vet aptekadan borib zangni o'zini dorisini olib, suspenziya yo'li bilan sepasizlar. Ya'ni o'sha mana bu ohak sepadigan o'zi kachalka bor, o'sha kachalkaga fizrastvor jidki tayyorlab, ustiga bargdan sepasizlar. Mana bu zang kasalligiga uchramaydi. Tushundingizmi aka? Buni boya tushuntirganimda o'sha vet aptekaga borasizda, zang kasalligi uchun menga dori ber desangiz, ular o'zi 1 litr dori beradi. Uni keyin 10 litriga 30 gram, 40 gram qo'shib, o'zining dozировkasiga qarab, hammasiga bargdan sepib chiqsangiz, birontasi kasallanmaydi. Endi bu yerda gideta 5% mana zangga uchrabdi. Mana aziz obunachilar, biz har doimgida aytganimizda, kimga ko'chat bergan bo'lsak, hammasini kelib xudo xohlasa o'sishini, hosilga kelganmi, kelmaganmi, hammasini o'zini uyiga borib shaxsan o'zimiz tekshirib yuribmiz. Inshaalloh hosil olinadiganlarni hammasini bu yil hosil olsa agar ishchi topib berib, gaplashib, hosillarni yig'ishtirib sotishgacha bo'lgan hamma proseslarni o'zimiz qilamiz. Aka keling, men bu yoqqa 5 mingta ekkan joyimizni ham ko'rsataylik. Mana. Sen mana bu yerga keldi, mana bu yerga. Bolacha. Mana shu bolachani ko'madigan darajada mana. Mashalloh. Ajoyib. Mana. Endi buni men bargini ko'rsatadigan bo'lsam mana. Aka bir o'rtasini oching-da, Suhrob aka. Mana 3 ta 4 ta shox bo'lib ketibdi. O'sha hosilga inshaalloh tayyor. Mana. Faqatgina mana shu yerga ko'p suv berib qo'ydingizmi, Suhrob aka? Ha, shu ko'rsatgan joyimga. Birinchi yil tushunmovchilik bo'ldi. Hozir endi kam-kam beryapsizmi tushuntirganim bo'yicha? Mana bu yer
Mana bu yerga ham hammasi o'zi o'sib chiqqan. Faqatgina baribir 1 yilning hisobiga raznisasi bor. O'sha tushuntirganimiz bo'yicha mana 2 qator ekilgan 70lik pushtaga mana. Ko'ryapsizlar, hammasi ikkita chiqqan bexato. Mana. Suhrob aka, yangi ekuvchilarga nima deysiz? Maslahatlar. Yangi ekuvchilarga tavsiya qilamiz, mana bemalol ikkilanmasdan. Eklanmasdan ekaversin, ha. Ko'pchilik bizning viloyatga bo'ladimi, bo'lmaydimi deb, misol uchun Vodiy ham so'raydi, Andijon ham so'raydi, misol Farg'ona, Namangan, bu yoq Qoraqalpoqgacha so'raydi. Xudo xohlasa, bizni kanalda qo'llab-quvvatlab kuzatib tursalaring, nasib bo'lsa har bir viloyatga borib ko'rsatamiz. Nima dedingiz, Suhrob aka? Yo'q, shunaqa, mana bizda ham misol uchun ikkilanishlar, boshqa nimalar bo'lgan, mana natijani ko'rib turibsiz. Mana bu yerlarga bitta kiringda, mana bu yerlar вообще dahshat zo'r o'zi. Zo'r. Mana shu yerga bitta kirib ko'rsating mana. Mana belingizdan keladi salkam, ha. Ba'zi joylar belidan keladi mana. O'sha yoqqacha polni ekkan. Akajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qolgan konsultatsiyalarni hammasini telefon orqali tushuntirib turaman, xo'p aka?